Uyinglarda tatib ko'rgan har qanday odam voydod devoradigan, atigi 2 dona tuxumdan tayyor bo'ladigan juda ham mazali, do'mboqqina va yumshoqqina shokoladli keks retsepti bilan bo'lishmoqchiman va eng asosiysi bitta sirini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi navbatda tuxum bilan shakarni mikser yordamida aralashtiramiz. Keyin esa sut bilan o'simlik yog'ini qo'shib, aralashtirib, bir chetga olib qo'yamiz. Boshqa idishga hamma quruq mahsulotlarni elakdan o'tkazib, solib, bu ham bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz va boyagi massaga ikkiga bo'lib shoshmasdan solamiz. Solganimizdan keyin eng asosiy narsa bu qaynoq kofe bo'ladi. Keksni siri ham aynan shunda. Qaynoq kofe qo'shsanglar juda ham zo'r chiqadi keks. Demak, hammasi bir xil holga kelgandan keyin kofeni solib aralashtiramiz va oldindan yog'langan qolipga kakao solib, keyin boyagi massani quyib, 180 gradusda taxminan 35-40 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, yumshoqqina va do'mboqqina shokoladli keks tayyor. Faqat keks to'liq sovigandan keyin ustiga albatta shokoladli ganash qo'yamiz. Shokoladli ganash retseptini videoning tagida yozib qoldiraman. Ikkalasini birgalikda dasturxonga tortsanglar bormi? Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!